2098 yilda yer yomg'ir qanday bo'lishini unutdi. Osmon kuygan metal rangini o'zgartirdi va bulutlar, suvning muqaddas xabarchilari, 20 yildan ortiq vaqt davomida ko'rinmadi. Bir paytlar Amudaryo va Sirdaryo kabi daryolar quruqlikda uzun chandiqlarga aylanib, qum, suyaklar va zanglagan ko'priklar xotirasiga to'lgan. Bir paytlar o'zining paxtasi va vohalari bilan faxrlangan O'zbekiston shivir-shivirlar shamol o'rnini bosadigan arvoh shaharlarga aylangan edi. Odamlar yomg'ir uchun ibodat qilishni to'xtatdilar, ular omon qolish uchun ibodat qilishdi. Gazablangan quyoshning isitmali nafasi ostida okeanlar qaynab ketib, ortda hamon umid izlayotganlarning yuzlarida aks etgan yopishqoq qora moy kolmaklarini qoldirdi. Oxirgi tuzizlantirish zavodlari yopilganda hukumatlar qulab tushdi. Pulning ma'nosi yo'q edi. Oltin, oziq-ovqat, hatto qurol-yarog' ham qadrsiz bo'lib qoldi. Endi faqat bitta narsa muhim edi, suyuqlik, har qanday suyuqlik. Buyuk qurg'oqchilikning dastlabki yillarida boylar yer osti omborlarini qurdilar. Ularda toza suvning so'nggi shishalari saqlanadi. Ular uchuvchisiz samolyotlar va temir devorlar bilan qoriqlanadi. Bechoralar tepada, quyosh jazosi ostida qolib, shishaning kondensatsiyasini yalab, kaktus ildizlardan qon siqib, bir ogiz hol narsaga o'zlarining odamiyligini almashgan. Ammo hatto o'sha omborlar qurib qoldi. O'shanda ular aql bovar qilmaydigan narsaga, benzinga murojaat qilishdi. Uni birinchi bo'lib Qoraqalpog'istondagi umidsizlar, eski sovet stansiyalari ostida ko'milgan bochkalarni topib olgan axlatchilar ichishgan. Ular uni qumdan filtrlab yutishdan oldin daryolar arvohlariga ibodat qilishdi. Ko'pchilik bir zumda olib, tomoqlari ichkaridan erib ketayotganda olov va baqirib yubordi. Ammo oy ostida titrayotgan, ko'zlari xira porlab turgan bir nechtasi tirik qoldi. Ularning aytishicha, benzin ularni oldirmagan, bu ularni o'zgartirgan. Mishmishlar tarqaldi, bu ularning qonini qayta o'tkazdi, yuraklarni sekin yonadigan dvigatelga aylantirdi. Moskva va Pekin xarobalaridan olimlar kolonnalarda kelib, dori niqobi ostida sintetik yoqilgi taklif qilishdi. Ular hujayra tuzilishini namlashi mumkinligini aytishdi. Ular yolg'on gapirishdi. U namlanmadi, u yonib ketdi. Odamlar bunga bo'g'liq bo'la boshladilar, ularning tanasi kuyishga qaram bo'ldi. Qishloqlar zanglagan nasoslar atrofida muqaddas quduqlardagi namozxonlar kabi to'planishdi. Har bir tomchi tillariga tegib pishqirib, buglanib ketdi, lekin baribir ular og'riqdan jilmayib ichishdi. Ular buni hayot olovi deb atashgan. Tez orada insoniyat tanib bo'lmaydigan narsaga aylandi. Chaqaloqlar quyosh nurida miltillovchi metal tomirlar bilan tugilgan. Ularning ko'z yoshlari erga tegmasdan oldin alangalanib ketdi. Havodan kul va moy hidi kelardi. Odamlar endi yomg'irni orzu qilmadilar. Ular dvigatellar, viteslar va yonilg'i quvurlarni orzu qilishdi. Oxirgi haqiqiy odamlar qadimgi daryolarning muzlagan qoldiqlarini topish umidida shimolga, Qozog'istonning olik muzliklari tomon qochishga harakat qilishdi. Ko'pchilik qaytib kelmadi. Buni qilganlar sovuq tunda nafaslari tutun izlarini qoldirib, ko'zlari bo'sh va alangali qaytib kelishdi. Hukumatlar global yoqilg'i idorasi ostida tartibni tiklashga harakat qilishdi, ammo har bir shahar qayta qurish mumkin bo'lganidan tezroq yonib ketdi. Toshkent o'choqqa aylandi. Samarqand tunda ochiq yaradek qizarib ketdi. Orol cho'li bo'ylab odamlar yomg'ir ovozini eslab qolishini da'vo qilgan oxirgi Amina ismli ayol haqida gapirishdi. U chang orasidan yalangoyoq yurib, bir idishda toza narsa, suv ko'tarib yurdi, lekin hech kim unga ishonmadi. Uning Idris ismli ogli bir marta ham yiglamagan edi. U tugilganda yurak urishi urmadi, u gongirladi, past barqaror dron, xuddi uyquda bosh turgan mashina kabi. Qishloq ahli uni yoqilg'i bola deb atashdi va u odam emas, balki kelajak ilk nafasini olayotganini pichirlashdi. Kechasi dunyo dahshatli go'zal edi. Yulduzlar benzin bugining yupqa pardalari orasidan yaltirab yorilar, odamlar nafas chiqarganlarida havo olayotgan chokdek xira porlardi. Bolalar gugurt bilan o'ynab, oz izlarni o'tga yoqib, orqasidan yer shitirlagancha kulishardi. Ammo kulgi uzoq davom etmadi. Yoqilg'i bola gapirmadi, lekin u qayerga bormasin, nasoslar yana yoqilg'ini oqizishni boshladi. Tashlab ketilgan yoqilg'i quyi shoxobchalari jonlandi. Havo og'ir, yoqimli hid bilan qalinlashdi. Odamlar unga hojilardek ergashib, ta'zim qilib, yerdan oqib chiqayotgan tomchilarni yigishdi. Ular o'zining yangi xudosini tanib, uni oziqlantirayotganini aytishdi.
Amina uni yashirishga urindi, lekin tez orada omon qolgan har bir kishi unga tegishni, mo'jizani tatib ko'rishni, sovgasini ichishni xohlardi. Ular vahiylarni ko'rdilar, yonayotgan okeanlar, alanga tomayotgan bulutlar, tutun orasidan uchib o'tayotgan moydan yasalgan farishtalar. Ular portlagunicha, tanalari cheksiz tunda mashalaga aylanguncha ko'proq so'rashdi. Bir kuni kechasi Amina o'tmishni, daryolar, suzayotgan bolalar, tashnalikdan oldingi hayotni orzu qildi. U uyg'onganida Idris yo'q edi. U qum tepalar bo'ylab uning izidan bordi. Uning issiqligi ostida qum xira porlab turardi. Uzoqda u eski gazni qayta ishlash zavodi vayronalari yonida turganini ko'rdi. Uning kichkina tanasi namozxonlar bilan o'ralgan. Ular boshlaridan yonilgi quyishar, ko'zlari toq sariq rangda yonardi. Amina uni to'xtatish uchun qichqirdi, lekin u o'girilib, faqat bir so'zni pichirladi: "Ich." Olomon itoat qildi. Olovlar otilib, ularni imon dozaxiga yutib yubordi. Osmon qip-qizil tusga kirdi, yer yorilib ochilib, momaqaldiroqday, ammo olim hidiga o'xshagan gumburlash chiqdi. 100 yil ichida birinchi marta osmondan nimadir tushdi, suv emas, suyuq olov. Dunyo o'z gunohi tufayli yomg'ir ostida yondi. U tugagach sukunat hukm surdi. Amina o'g'lining kuli tomon emaklab bordi, jaziramada terisi qovjirab ketdi. U idishini, yerda qolgan haqiqiy suvning oxirgi tomchisini ochdi va uni erga tokdi. Qum shivirladi, bug arvohdek ko'tarildi. O'sha bugdan bir lahzada u vahiyni ko'rdi. O'zini yomg'irli osmon ostida, qo'llarini keng ochib, suv uning yuzidan opib kulayotgandek yosh qizdek edi. Keyin yo'qoldi. Ikkiga bo'linib, uni butunlay yutib yubordi va ortda bir necha soniya ichida g'oyib bo'lgan zaif namlikni qoldirdi. Va ostida bir joyda yangi yurak urishi aks sado boshladi, sekin, mexanik, abadiy. Insoniyat go'sht sifatida emas, balki olov sifatida qayta tugildi. Bir paytlar okeanlarga g'arq bo'lgan sayyora endi yadrodan tashqariga yonib ketdi. Ularni qutqaradigan Xudo, ibodat qiladigan osmon, eslash uchun daryo qolmadi. Faqat dvigatellarning shovqini, benzinning ta'mi va tirik bo'lish nimani anglatishini unutgan turning cheksiz tashnaligi bor edi.